Siz mening borligim joni jahonim, Allohim berganim eng mehribonim. Siz xasta yuragimga kuch-quvvat dori, qalbimdagi tuyg'uni shirin ifori. Assalomu alaykum mehri daryo azizlarim. Sog' omonmisiz? Mana bugun 1-iyun, yana sizlar bilan diydor ko'rishib turganimiz uchun Allohimga hamd va sanolar bo'lsin. Azizlarim, bizda yana qalbdan qalblarga yetib borguvchi go'zal tabriklar o'z egalari tomon yetkazilmoqda. Loyihamizning navbatdagi aziz mehmoni Xolmatov Ahrorbek akamizni Mehri daryo ayollari Xolidaxon nomlaridan xursand qilamiz. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Bizga Xolmatov Ahrorbek akamiz kerak edilar. Aha, o'zlari eshityapti. Sizni ayni daqiqalarda O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahridan tabriklaymiz, qutlaymiz loyihasidan bezovta qilmoqdamiz. Kamina boshlovchi va xonanda Nilufar Zokirzoda bo'laman. Mumkin bo'lsa qimmatli vaqtingizni olsak maylimi? Bemalol. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Avvalambor sizni ushbu go'zal kunda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan go'zal shukrona kuningiz bilan butun loyihamiz yodgorlari nomidan samimiy muborakbod etamiz. Sizga Allohimning go'zal kunlarini, fayzli onlarini tilab qolamiz. Rahmat, hammalaringga rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Bizning loyihamizga erta tongdan murojaat qilib, siz haqingizda faqatgina maqtovlar aytib, sizni qadrlashlari, sizni hurmat qilishlari va sizni juda ham yaxshi ko'rishlarini aytib o'tgan bir yaqin mehriboningiz bizga qo'ng'iroq qildilar. Qani bir o'ylab ko'ringchi, sizni ayni bugun shukrona kuningizda kimlar tabriklashi mumkin, kimlar sizni xursand ko'rishni istadi? Xudo xolasa bu safar Rossiyada ishlayib turgan akajonlarim bor. Baxtiyorjon aka, o'shalar tabriklab turgandir. Aynan kim deb o'ylaysiz? Yo, qarimizdan bolalari Ozodbek, Xolidaxon. Qisman to'g'ri aytdingiz. Keling, o'zim to'liq aytib o'taman. Sizni ayni bugun shukrona kuningizda juda ham xursand ko'rishni istagan, sizni juda ham yaxshi ko'rguvchi insonlar, sizni qadrlovchi, sizni hurmat qilguvchi, siz ular uchun eng aziz inson bo'lganingizni ta'kidlab o'tgan eng yaqin mehribonlaringiz, aziz farzandlaringiz Asadbek, Ozodbek, singillaringiz Zulxumorxon opamiz, Zulfiyaxon opamiz, Ma'muraxon opajonimiz, Aziza Xon opamiz va eng asosiy tabriklarni yo'llagan Mehri daryo go'zal ayolingiz Xolidaxon opamiz tabriklamoqdalar. Yashashin. Umr uzoq bo'lsin hammasini. Xursand bo'ldingizmi? Xursandman. Kutganmidingiz? Ertalarda hammasi tabriklagan, kutgandim, Xudo xolasa kutgandim. Mashalloh, ko'p yashang, umringiz uzoq, joningiz sog' omon bo'lsin. Ana endi ruxsat bersangiz ushbu go'zal tabrikni o'qib eshittiraman. Bemalol, rahmat. Marhamat, diqqat bilan tinglang. Ushbu go'zal tabrik bir umrlik umr yo'ldoshingiz Xolidaxon opamiz tomonidan siz uchun maxsus yo'llangan. Yaxshilik deb turasiz bedor, yomonlardan bo'lmasdan bezor, dadajonisi aytaman takror, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Suyanganim ishonchim o'ziz, o'ksib qolsam quvonchim o'ziz. Siz borsizki biz shod va xurram, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum biz uchun qadrli bo'lgan mehribonimiz. Sizni go'zal ayyomingiz bilan biz barcha yaqinlaringiz jam bo'lgan holda qutlaymiz. Siz bizning oilamiz himoyasiga qo'yilgan mustahkam poydevorimizsiz. Biz uchun, oilangiz, farzandlaringiz uchun kunduzni kunduz demay, kechani kecha demay, har doim ishda, mehnatda, qolmay tolmay bizning kelajagimiz chiroyli bo'lishi uchun harakat qilib kelayotgan mehribonimizsiz. Ilohim baxtimizga sog'-omon bo'lib yuring. Sizni har doim yigit birlari qo'llab yursin. Nimaga orzu niyatlaringiz bo'lsa, ilohim oilamiz bilan birgalikda Allohim yetishtirsin. Ilohim jannatlarga birgalikda qo'l ushlashib kirishlikni Allohim nasib ro'z aylasin. Siz bilan juda ham baxtlimiz. O'tkazgan har bir onimiz xuddi bayramdek qalbimizga quvonch bag'ishlaydi.
Ilohim dunyo turguncha turing, umringiz uzoq bo'lsin. Atrofingizda faqatgina yaxshi insonlar jam bo'lsin. Yaxshiga yaqin, yomondan yiroq qilsin. Siz uchun har doim duodamiz. Siz oilamiz uchun yaxshi o'g'il, yaxshi aka, yaxshi uka, mehribon ota va jonkuyar umr yo'ldoshisiz. Agar hayotimni yana qaytadan boshlash imkoni bo'lganda, men hech ikkilanmay sizni va yana sizni tanlagan bo'lardim. Baxtimizga sog' bo'ling dadajonisi. Shirin tabassumingiz jonimni olar. Siz bilan farovon dil koshonasi, bo'lsin doim bahor, erisin qorlar, baxtimga sog'-omon bo'ling dadasi. Yurasiz dardingiz ichingizga yutib, baxtimga sog' bo'lgin deysiz onasi. Ko'p yashang farzandlar rohatin ko'rib, baxtimga siz sog' bo'ling dadasi deya mehribon bir umrlik umr yo'ldoshingiz Xolidaxon opamiz o'z tabriklarini yakunladilar. Muloqotimiz to'g'ridan to'g'ri yozib olinmoqda. Yaqin insonlaringizga, Xolidaxon opamizga, aziz farzandlaringizga aytar so'zlaringiz bormi? Rahmat, bag'li bo'lsin hammasi. Oilalarimiz bilan Xudo xolasa tinch bo'laylik, hojilarga borib ziyoratlarda qilib kelishlik nasib aylasin, yaxshi kelinlarda qilaylik. Meni baxtimga oila a'zolarim tinch bo'lsin. Hammalarimiz sog' bo'laylik iloyim. Oila a'zolarimiz bilan, qarindosh urug'larimiz bilan yaxshi totuvga, yaxshi nimalarni ko'raylik. Allohim hammasini baxtini bersin. Rahmat, salomat bo'ling, ilohim aytganingiz kelsin. Bir umr mana shu opajonimiz bilan qo'sha qarib farzandlaringiz rohatu farog'atini, qarilik gashtini 100 yoshlarga kirganingizda ham barcha yaqin mehribonlaringiz, aziz farzandlaringiz va turmush o'rtog'ingiz yoningizda rohatu farog'atda qarilik gashtini mehribonlaringiz davrasida o'tkazing. Boriga shukr. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana bir bora shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Sizlarga ham yaxshi o'tkazinglar iloyim. Rahmat, salomat bo'ling. Tug'ilgan kuningizni yaxshi o'tkazing. Rahmat. Azizlarim, bizdan yiroqlashmang. Biz baxt va shodlik ulashda davom etamiz. Dunyoning qaysi chetida bo'lmang, biz o'z tabriklarimiz ila xonadoningizga kirib boramiz. Sizlar bilan boshlovchi va xonanda Nilufar Zokirzoda bo'ldi. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha